Kelin. Kelin. Labbiy oyijon, voy nimaga turib oldingiz o'rningizdan? Bolam, hojatxonaga olib chiqib keling. Xo'p bo'ladi oyijon, yuring. Menga qara onasi. 3 oydan beri onamlarga qarab, uyingga ham borib kelmabsan. Bugun onamlarga qarab o'tiraman. Uyingga ham borib ko'rib kelgan, xo'p? Yo'q, adasi. Uylarni ko'rish qochmaydi. Siz mendagi qarormingiz oyijon. Tinchmisiz? Qachondan beri uyga bormayapsiz? Ota-onamdan xavotir olishyapti. Menga qarang, opa, qachongacha shu nogiron qariningizni qo'shqovog'iga qarab o'tirasiz? Agar bitta qorindan talashib tushmagan bo'lganimizda o'zim bilardim senga qanaqa javob berishni. Meni endi oilam boshqa. Qaynonamning duolarini olib, erim roziligini olmoqchiman. Meni ko'rdilaring, endi uyga bora qolaring. Onajon, keliningiz yaxshi qarayaptimi sizga? Hech qanaqa xafa qilmayaptimi? Yo'q, kelinim tilla. Umrida rizqidan baraka topsin. Voy, shu to'xlab qoldingizmi, qizim? Turing. Voy oyijon, bu narsa kerakmi? Suv ichasizmi? Yo'q, shart emas. Eringiz oldiga chiqib yoting. Oyijon, O, sizga yangiligim bor. Umraga bilet oldim. Sizga, menga, kelingizga. voy bolam, ko'zim ko'rmasa qanday amallarni bajaraman? Oyijon, sizni ko'zingiz men bo'laman. O'zim umra amallarini qildiraman. Ayol bu tug'ilishi bilan otasiga jannat eshiklarini ochgan. Turmushga chiqishi bilan juftining iymonini yarmini to'ldirgan. Farzand ko'rishi bilan jannat oyoqlari ostida bo'lgan zotdir.